Arvohlar nomi bilan tanilgan bu shahar, uylar shunchaki tashlab ketilgan. 2 soatli yo'l, shahardan juda ham chekkada joylashgan. Kelganimizdan shahar bo'shligini his qildik. Bu yerdagi binolar, kasalxona, hattoki armiya ham bo'sh qolgan. Shaharni ko'rib chiqdik. Bu yerda hech kim yo'qligiga amin bo'lib va biz uylarga kirib ko'rdik. Uy ichlari qandaydir tashlandiq va hech narsasi qolmagan. Bir qarashda kimdirlar bu uylarga kelib ketganga o'xshaydi. Atrof jimjit va men keyingi uylarni tekshirishni boshladim. Qandaydir g'alati belgilar, g'alati buyumlar. Tashqariga chiqqanimdan uyni derazasidan bir narsaga ko'zim tushib qoldi. O'zidan o'zi qimillab turibdi. Mana butun boshli shaharda hech kim yo'q o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin. U yerda joylashgan 2 qavatli binolarga ham chiqib ko'rdim. Ko'nglim nimagadir g'ashda. Tashlandiq uyda mana bu yerlarni tozalashgan. Divan bor va stul va kreslo. Nimadir bu yerda bo'lgan va eng qiziq narsa mana bu yerdagi eshik va derazalarni hamma joylarni to'sib qo'yishgan. Bu yerda nima bo'lganligi menga juda ham qiziq edi. Tepaga chiqib ko'rdim. Hamma xonalarni tekshirdim. Biz shu yerda edik degan yozuvlar ham bor va oynalarni to'sib qo'ygan. Narsa juda ham qiziq. Atroflarni kuzatib turganimda kasalxonaga ko'zim tushib qoldi. Bu joyni keyingi videoda ko'rib chiqamiz. Bunaqa videolarni bo'linma-bo'lim joylashtirishga harakat qilyapman va o'rtoqlar, zo'r kontentlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz meni kuzatishda davom eting va eski videolarimni ham ko'rsangiz ancha-munchasini tushunib olishingiz mumkin.